Erkaklarda siyishdagi muammolar turli xil sabablardan yuzaga keladigan simptomlar hisoblanadi. Ya'ni siyishdagi muammo bu kasallik emas, kasallikning belgisi hisoblanadi. Asosan erkaklarda, yosh katta erkaklarda prostata bezi adenomasi, yoshlarda prostata bezining yallig'lanishi, ya'ni prostatit sababli yoki bo'lmasam siydik yo'llardagi struktura kasalliklari yoki siydik yo'llardagi yallig'lanish, uretritdagi muammolar sababli yuzaga kelishi mumkin va ba'zi bir bemorlarda neyrogen sabablardan, ya'ni siydik pufagi mushaklarini qisqarish funksiyasi o'zgarganidan yuzaga keladi. Shularni inobatga olib, men bu haqda video darslik tayyorladim. Unda siz siyishdagi muammolarni, demak sabablari, uni uy sharoitida aniqlash va davolash yo'llari haqida qisqacha bilib olasiz. Lekin siyishdagi muammolarni hammasi ham, har qanday holatda ham uy sharoitida davolab bo'lmaydi. Bu surunkali kasalliklar uchun. O'tkir prostatit, prostata bezi adenomasining og'ir darajalari, o'tkir uretrit kabi kasalliklarni uy sharoitida davolashga urinish kerak emas, mutaxassisga murojaat qilish kerak bo'ladi. Ya'ni surunkali kasalliklar bo'lsa, uy sharoitida davolasa bo'ladi. Xo'p, demak, birinchi tezsiz siyishda nimalar tavsiya qilinadi? Levofloxacin tabletka 500 mg dozada chiqadi va bir mahal ichiladi. Faqat bu dorini ichishdan oldin albatta proba qilib ko'rish kerak bo'ladi tabletkasini. Sababi bu antibiotik, har qanday antibiotik iloji bo'lsa mutaxassis maslahatidan keyin, agar uy sharoitida ichmoqchi bo'lsangiz, probadan keyin ichish kerak bo'ladi. Buning uchun bitta tabletkani olib turib, kichkina bo'lagi sindiriladi va til tagiga tashlab qo'yiladi. Bitta tabletkani kichkina bo'lagi. Agarda 15-20 minut ichida sizda qizarishlar, qichishlar badaningizda, nafas siqish kabi harakatlar, belgilar yuzaga kelmasa, unda ichsangiz bo'ladi. Xo'p, ikkinchi dori tamsulazin. Tamsulazin 0,4 mg bo'ladi va kuniga bir mahal ichiladi. 10-15 kun davomida ichish kerak bo'ladi. Uchinchi dori demak diklofenak svecha. Diklofenak svecha 100 mg dozada ishlab chiqariladi va kuniga bir mahal orqa teshikka uxlashdan oldin qo'yiladi. Xo'p, demak, keyingi siyishdagi achishishlar. Siyishdagi achishishda demak ko'pincha bu infeksion kasalliklar tufayli yuzaga keladi, ya'ni uretritlarda. Uretritlarni keltirib chiqaradigan sabablar turlicha, lekin ko'pincha bu trixomonada, ureoplazma, mikoplazma kabi infeksiyalar sababli yuzaga keladi va mana shu infeksiyalarga ta'sir qiladi metronidazol tabletkasi va doksasiklin tabletkasi. Metronidazol tabletka demak kuniga 3 mahaldan 10 kun davomida qabul qilish kerak bo'ladi. Doksasiklin kuniga 2 mahaldan 20 kun davomida qabul qilish kerak bo'ladi. Agarda siyishdagi achishishlar bu o'tkir uretritlar holatida yuzaga kelayotgan bo'lsa, o'tkir uretritligini biz qattan bilamiz. Siyginda achish birinchidan kuchli bo'ladi, ikkinchidan siydik bilan ba'zi paytlar qon aralash keladi va ko'pincha yiring keladi. Bunaqa holat bo'lsa, bu dorilarni ichishni, uy sharoitida davolanishni tavsiya qilmayman. Albatta mutaxassisga borish kerak bo'ladi. Sababi uy sharoitida bu kasalliklarni davolab bo'lmaydi. Og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu faqat yengil siygandagi achishishlarda va surunkali achishishlarda tavsiya qilinadi. Xo'p, keyingi dori, demak, siydik tomchilab qolishida tavsiya qilinadi Driptan tabletkasi. Bu tabletkani bir mahal, 1 oy davomida ichib yurish kerak bo'ladi. Siygandagi tomchilab qolish ko'pincha siydik pufagini chiqish joyidagi sfinkterlardagi neyrogen buzilishlar sababli yuzaga keladi va ba'zi paytlari 2 oy davomida Driptan tabletkasini bir mahal ichib yurish tavsiya qilinadi. Demak, keyingi muammo siydik qolib ketishi. Siydik qolib ketishi bu ko'pincha siydik yo'llarda to'siq bo'lsa yoki prostata bezi adenomasi bo'lsa yoki prostatit kasalligi bo'lsa, siydik qolib ketishi yuzaga keladi. Agarda unaqa bo'layotgan bo'lsa, demak tavsiya qilinadi Vizikar tabletkasi bir mahal 1 oy davomida va tamsulazin 0,4 mg bir mahal 20 kundan 1 oy davomida, 20 kun va ba'zi paytlari 1 oy davomida ichib yurish tavsiya qilinadi.